Assalomu alaykum qishloqdoshlarim, yaxshimisizlar? Hafta sinimiz chiqib nima deydi? 9 xonali uy bilan yelik bersa keyin turmushga chiqaman mahriga deydimi? Sinim tilladan bo'lsa ham olmaydi. 9 xonali uy berguncha 3 ta xotin oladi. Gelik tupliga ota-onasini hajga jo'natadi. Tentaga. Bu yoqqa kel, men senga ko'rsataman 9 xonali uy bilan gelik qaytib olishdi. Mana qo'ydi qumalog'ini yebsiz shu gapingizga. Qo'ydi boqing. Aminerga kelsang o'rgataman men. G'ish quyamiz mayda. Pindamit quyamiz. Bir ikki xonali uy qurib ko'rdik qana. Keyin mahriga nima so'raysan, keyin gaplashaman sen bilan. Tentak bo'lyapti qizlar. Og'ziga kelgan gapiraveradi. $2000 olganman deb. Bor bo'pti. $2000 oyoq kiyimim deb. Mana eng original Gucci firma mashi bo'ladi. Tentaga. Har narsani so'rarman mahriga baring. Yer chiq